O'zbek shou-biznes olamida yana bir yomon xabar tarqaldi. Taniqli xonanda avtohalokatga uchraganligi haqida xabar qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Bugun 19-iyul kuni Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida xonanda Shoira Otabekova yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 12:20larda Qo'rg'ontepa tumani Xurobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan D138 avtomobil yo'lining 42-kilometrida 1980-yilda tug'ilgan haydovchi Shoira Otabekova o'zining BYD Song Plus rusumli transport vositasida Xonobod shahar yo'nalishi bo'ylab boshqarib ketayotib, rul boshqaruvini yo'qotish oqibatida yo'l chetidagi chegara sim to'sig'iga borib urildi. Yo'l transport hodisasi sodir etildi. Yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Transport vositasi texnik shikastlangan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan hozirda Qo'rg'ontepa tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligiga xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Xonandaning o'zi ham bu haqda o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma'lum qilib, ahvoli yaxshi ekanligini bildirgan. Men avariyaga uchradim. Strichniga chiqib, siqqan odam qochib ketdi. O'zimga hech nima bo'lmadi. Ko'ramiz endi kim buning tagida turganini, deb yozgan u sahifasida. Avvalroq Samarqand viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Urgut tuman sudining raisi yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etgani xabar qilingan edi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi uchun ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli tomoshabin, yo'lda harakatlanayotganda ehtiyotkorlik choralarini ko'rishingizni so'rab qolamiz.